Xoliqqa shukr etdi arshda malaklar, dunyoga Allohning habibi keldi. U kelgach yiqildi Ka'bada butlar, hasta ko'ngillarning tabibi keldi. Xoliqqa shukr etdi arshda malaklar, dunyoga Allohning habibi keldi. U kelgach yiqildi Ka'bada butlar, hasta ko'ngillarning tabibi keldi. Jaholat loyiga botganda inson, Allohni unutib adashdi inson. Hokim bo'lgan edi qalblarga shayton, iblisga Allohning azobi keldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli xonadon ahli, hurmatli mehmonlar, bolajonlar. Mana biz bu loyihani boshlaganimizga 2 yil, 3 yil bo'lib qoldi. Ya'ni solingan dasturxonlar Alloh suygan dasturxonlardan bo'lsin degan maqsadda mana shu otasi onasi o'tgan yoki onasi yoki otasi o'tgan bolajonlarni hamshaharlarimiz o'zlarining dasturxonlariga taklif qilish loyihasini shu paytgacha mana amalga oshirib kelyapmiz. Alhamdulillah. Mana shu bolajonlar duo qilsa, chin qalbdan duo qiladigan bo'lsa, albatta ijobat. Inshaalloh bularni mana xursand qilyapsizlar. Dasturxonlar bilan siylayapsizlar. Bu bolajonlarni siylabsizlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni jannat bilan siylasin. Jannat dasturxonlari bilan siylasin. Mana shu bolajonlar hozir duo qiladilar sizlarning haqqingizga. Ozmi ko'p mana ularni ta'minladinglar. Inshaalloh duo qilamiz. Amin. Alloh subhanahu va taolo mana shu xonadonga fayz barakasini bersin. Alloh taolo sizlarni mana shu bolajonlar siylagan sizlar siylasin. Jannat dasturxonlari bilan siylasin. Mana shu xonadonda bo'layotgan 2 yoshga Alloh taolo baxt saodatini bersin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh xush kelibsizlar bolajonlar. Rasululloh, Habibulloh, Nabiyulloh, Rasululloh, ya Rasululloh, Habibulloh, Nabiyulloh, Rasululloh. Allohim yaratdi uni nuridan, oy ham o'z nurini olardi undan. Nabiysiz bo'lmasdi koinot jahon, olamning bor bo'lish sababi keldi. Allohim yaratdi